Otabek, nima bu? Bu spestexnikalar uchun tormoz kolotkasi hisoblanadi. Material nima material bu? Materiali asbestos. Xitoyda ishlab chiqarilgan, a? Xitoyda Qingdao degan shaharda ishlab chiqarilgan. Qingdao Fangguan zavodida ishlab chiqarilgan asbestos tormoz kolotka. Bu narxlarini necha pul sotyapsiz endi? Bu nechta bor bundan? Bundan bizda hozir 100 ta bor. Donasini $31 beramiz. Bu qaysi texnikalarga qo'yiladigan bu? Bu har xil turdagi maxsus texnikalar uchun Yugon, Hyundai, Doosan, Hitachi, Sany, XMG'larni ekskavatorlari, buldozerlari, pogruzchik, avtokran, beton nasos shunaqa maxsus texnikalar uchun tormoz kolotkalar. Zo'r. Bu pastdagi nomerga telefon qilsa o'tib beradigan joylari ham bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Nechta bor qo'lingizda hozir sizda? 100 ta bor. Ko'rishingiz mumkin. Nega bunaqa arzon narxda sotyapsiz? Arzon narxda sotishimizning sababi biz buni 6 oycha avval bitta mijozimizga olib kelib berganmiz, lekin logistikada muammolar kelib chiqqan, ya'ni kech qolganmiz ularga topshirishda. Keyin mijozlar buni bekor qilgan, o'shandan keyin o'zimizda qolib ketgan. O'shanga hozir arzon narxlarda sotib, shuni klientlarga ma'qul narxda sotmoqchimiz, xullas.